Yo, barchalarga salom do'stlar. Bugungi video sizlar bilan Mr. Gaming do'stlar o'yinimiz nomi Car Parking. O'zbek Car Parking do'stlar. Videomiz mashina olganman. Endi ular aytmadim. Birinchisi bu Matiz, bilasizlar o'zingizlar. Keyingisi bu Lacetti, Nexia 3 va 666 Cobalt va Gentra bo'ladi. Endi hozir bizda 1.4 ming borligi uchun Malibu 2 Premier'ni ham sotib olamiz va tuning qilib, albatta bitta bunaqa qashab ko'ramiz. Xullas, mana bu bunaqa so'roq qo'yamiz. Diskalari yo'q ekanmi deyman. Ablisovka. Ohohoho. Ablisovkasi borishga faqat pulimiz yetmas ekan, tuyab qoldi do'stlar. Bunaqa bo'lsa, faralar. Oldi fara. Bu plus nomeri tak 01. Ya, nomer ham qo'yamiz ekan biz do'stlar. Mayli endi. Plus do'stlar qarab ko'ramiz. Voy. Ketdik bunimiz do'stlar mana tungi xarita. Tak, televizordan meni kinolar bo'lyapti. Oh. Bu do'stlar. Voy. Malibu. Bitta taksichilarni qilamiz bu yil. 23 ming? Albatta jonim bilan. Wow, ichini qaranglar do'stlar. Wow, ovozi qanaqa ekan? Zo'r bilan bu. Charming haqiqatan. Voy. Bitta 23 ming olamiz. Keyin olsa, keyingi videolarda bu mashina tuningini ko'rasizlar. Voy, tez urishdan qaranglar. Voy. Endi videoda ham tiflanim bu. Ya, bale. Mana do'stlar. Mashinamiz mashina yuribdi. Dahshat do'stlar, nima degani bu mashina? Nima deyapti? Razaylar shuni. Voy, datki mashina ham. Xo'p, videoga tushlarni iborat do'stlar. Tuningga oxirga chiqib qo'ysak bo'ladi. Videoga albatta like bosinglar, obuna bo'linglar. Mana shu videodan farqi yo'q. Menga yangi 10 ta obunachi kelishini xohlardim. Yaxshi bo'lardi agar kelsa. Xo'p, podveska sozlamalari o'zi normal mashina. Ablisovka qo'ymasak bo'lmaydi. 2000 ekan, yaxshi. Orqa faralari yo'q ekanmi menda. Nomer qanday qilsam bo'ladi? 21 ming pulimiz bor. 01 yo'q bu.
Real Madrid muxlisi bo'lganim uchun R'ni A qilamiz. R 155 qilamiz. Chunki R M yurdik nomer qilay. Bo'ldi do'stlar, mana. Video albatta shularning iboratiday. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Xayr.